Bu narsamizni uchun fasadingizda qilishingiz kerak degan savolni berdim. Betondan bo'ladi, chisti dashdan bo'ladi bu narsa. Siniq qolmaydi. Bu narsani uyingizda qilganingizdan keyin siz sho'r muammolaridan 10-15 yil davomida uyingizni fasaddan qo'lingizni urmaysiz. Ko'na joy bo'ladigan bo'lsa, ko'na joylar bilasiz, usti yiqilib solingan bo'ladi. 50 santimetrgacha bu narsani rekiya to'qilganning hisobini to'g'ri qilib chiqarsa bo'ladi. Tarashga variantidan berganmiz. Ko'rishingiz mumkin ena. Bu joyga satganimizda 1 yil bo'lgan. Bu narsani qilgandan keyin sho'r muammosini ham samosa bo'lib o'tasiz. Bemalol yuvib olib ishlataverasiz. Lak urilgan bunun üstüne. Lak urilgan. Yan baştan karasanızlar ham ucu. Yaldirab, chiroyli bo'ladi. Yaldirab. So'qlardan boshqacha chiqadi ekan. Dosh. Haqiqiy dosh effektini beradi ekan-da. Neza bosasiz. Shu bir marta qilasiz. 7 xudo xolasa 10-15 yil qo'lingizni urmaysiz. Her 2 yıldan, 3 yıldan beri uyingizni fasad qilib charchadingizmi? Aynan siz uchun fasadni plitkalari optim yerine geldik. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi manzilimiz bize Hankadamiz. Hankadan shunday fasadni plitkalar ishlab chiqarib o'tirgan og'amiz yana keldik. Bugun sizlarga narx navosini chek, ustonovkasini chek bo'ladi. Hammasini bugungi videomizda tushuntirib o'tamiz. Oddiy fasadga qaraganda nov afzalliklari bor. Hozir hammasini og'amiz tushuntirib o'tadi. Bir de yangilik ham qo'yibdilar. Bu 3D variantda aytiladi ekan. Boshqacha ko'rinadi-da, bo'rtib chiqqan. Bu eldinki ishlab chiqarganlari, evvelki yil chiqarganlari. Bularni 3D variantda aytiladi ekan, bundan ham bunday variant ham bor ekan. Hammasini bir yandan tushuntirib o'tamiz. Ekranda birini telefon nomerlarini qoldiramiz. Eldin kelib, sifatini ko'rib, zakaz beraverasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonimisiz? Yaxshimi? Hormat. Yaxshi. Rahmat. Charchamasdan. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammangizni boshlagan kunlaringiz omadli, xayrli va barakatli o'tishini tilab qolamiz. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi mahsulotimiz fasadni plitka. Bu narsamizni afzalliklarini keladigan bo'lsak, bu narsamizni uchun fasadingizda qilishingiz kerak degan savolni berdim. Bu narsamizni afzalliklari bu narsa betondan bo'ladi, chisti dashdan bo'ladi bu narsa. Sifatli narsa. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. Qalin, ha? Ava. Aha. Keyin siniq qolmaydi. Bu narsani uyingizda qilganingizdan keyin siz sho'r muammolaridan keyin o'zi uyingiz masalan yine loyiha altında turibdi. Siz bir deganda ham fasadni ham o'tacak bo'lsangiz, shu narsalarni sizga maslahat beramiz. Shuning uchun bu narsa rekat deyiladi. Rekat deyilgan vaqt masalan ustalar aytsa arkasidan o'tib yana steklovata, pökek, penaplex narsalarni qo'yib ketishlar mumkin. Ham o'zini ham arkasida xotkan hisobini termoz vazifasini o'zi ham bajaradi. Agar yanada penaplex alma ishlovchi bo'lsangiz, yani effektivniyroq bo'ladi. Xudo xolasa, uy termoz bo'ladi-da. Uy termoz bo'ladi. Bu narsani qilganingizdan keyin siz 10-15 yil davomida uyingizni fasaddan qo'lingizni urmaysiz. Bu narsa rekiya deyiladi. Siz joyingiz ko'na joy bo'ladigan bo'lsa, ko'na joylar bilasiz, usti yiqilib solingan bo'ladi. Bir sal qiyshiqroq bo'ladi. 15 santi, 20 santi, 50 santimetrgacha bu narsani rekiya to'qilganning hisobini to'g'ri qilib chiqarsa bo'ladi. Rekiyadan buni düzüp chiqadilar. Avang taxlab beradilar. Taxlab beradilar. Birinde o'zining shup joyisi bor ekan, qaranglar. Shup joyisi bor, biridan bir shup, biridan bir shup. Bu urilishi, misol uchun rekiya düzdingizlar, bu gizilinadi. Bak, shuni tutolamaqa. Tersine tutmuyor. Yine. Şunu duralım ekan-da. Bunu nereye gidiyor? Yine. Xullas. Qatır parlar var da, shunday ko'rinishda. Bundan tayyor holati. Endi hozir biza usta olgandan keyin, men to'g'risi tushunmayman. Shunday holatda gizib parlaveradi birsi-birsini, qaranglar. Qatirib boraverasizlar. O'zida shu joyisi qatirib. Keyin buni rangi o'zgarilishini chiqmadi. Misol uchun ko'p yillar quyosh taraf bo'ladi, sovuq taraf bo'ladi, soya taraf bo'ladi. O'zi aslida shu narsa uchun. Masalan, obislar rang qildirsangiz ham joyingiz 2-3 yilda yuvilib, tushib qolsa, masalan, travertin qildirsangiz ham baribir og'a sovuq tashab beradigan bo'lsa, sanasa qo'y, u narsa ham tashab beradi. Yana bu narsa shu narsalarning yechimi rekiya qatilgan hisobini tashab bermaydi. Rangi o'zgarib qolmaydi. Nastoyash rangi o'zgarib qolmasligini, xudo xolasa joyingizda bir neto bo'lib qolmasligini garantiya beriladi. Bir marta qilasiz, xudo xolasa 15 yil davomida fasadda qo'lingizni urmaysiz. Aslida 15 yil kamida. Keyin yuzi laqlanadimi yo shunday holatda bo'ladimi bu? Xolasalar laqlaydilar. O'zlari ustanovka qilgan vaqt ustalar bilan kelishsalar, laqlanib qilib beradilar. Agar yo'q bo'lmasa o'zi ham yoqsa, bu narsani qo'rqmay xolasalar har kun yuvib olsinlar. Shuning uchun bu narsa beton bo'lgan hisobini necha yuvsangiz, quvvat oshaveradi. Bu narsani afzalliklaridan aslamnoyi fasadingizda her yıl mesela 2-3 yildan beri remont qilishni charchagan bo'lsangiz, ana shu narsalar yechim bu narsa. Yana bu
3D fasonlarımız bular. Yangilik. Bular toza işlapsılar. Bularni toza ishlab başladık. Evvel fakat şu bu tarafları var. ban tarafı var davam. O. Bu narsalar toza yangilik bo'ldi. Keyin mramorniy variantlar chiqdi. Bulara pulların çözümden motortu. Kvadratı mı ya danası mı? Yo'q, kvadratı. Bu narsani şu mramorniy fasoni 90 ming so'mdan 1 kvadratı. 1 metr kvadrat. 1 metr kvadratı. Keyin ina sho'racha endi oq ranglisi, keyin moloshnaya shop qora varianti, keyin sarg'a shop qora varianti. Bulari 85 ming so'm mana sho'racha. 85 ming so'm. Ava 85 ming so'm. Bundan ina sho'racha Beyanı? 80 ming so'm. 80 ming so'm. 80 ming so'm. Ina oq shop qora, sarı однотонный sarı, keyin sarıga qora shop. Ava, kelib o'xshab chiqadi. Sokul ne? Sokul 70 ming so'm mana kvadratı. 70 ming so'mdan. Ava. Bu narsa rekiya teriladi. Liboy bir plotnik ustalar bo'lsa qilib ketaveradi. Agar yo'q, usta o'zingizdan bo'lsin deydigan bo'lsalar, ustadan muammo yo'q aga. Ustan bu üzerinizde. Usta emas o'zimizda bor. Bu ustaklı şunun içinde bulam ya dinli Yo'q, bulam. usta addini bo'ladi. Addini bo'ladi. Fakat mahsulat yetkazib beradi. Mahsulot yetib beramiz. Dastavkasi bor. Dastavkasi ichida, xudo xolasa, ishingiz oldina sinmay yetib boshina kafolat beramiz. Agar yo'lda sinadigan bo'lsa, mana shu singanlar ham o'zimizga bo'ynimizda. Bir kvadrat zapas bilan parib beramiz. Masalan, meni geldi 10 sinfda 12 sinfda degan bo'lsalar, masalan, o'zi atak sinmaydi. Agar sinadigan bo'lsa, bo'ynimizga olamiz. Xudo xolasa, 50 kvadrat qasib berdilarmish, 50 kvadratni ko'ngilini chiqarib bitirib beramiz. Xudo xolasa, 1 kvadrat ana yordam bilan qilib beramiz. 1 kvadrat 2 kvadrat ish qilib lishinsi bilan salib beradilar. Sababi sinishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun lishinsi bilan salib beradilar. Ha shu lishnisini olib qo'ysalar, masalan 1.5 masalan bolalar bir qattiqroq to'p deb ya qo'li bilan sindiradigan bo'lsalar, bir danasini o'zi almashtirsa bo'ladi. Bir hankadamiz. Hanka alacan bir. Hanka alaca. Hanka alacan. Option necha kvadrat beradi? 55 kvadrat berganmiz. Bu yerda paltarashka variantidan berganmiz. Ko'rishingiz mumkin ina. Bu joyga satganimizda 1 yil bo'lgan. Bu narsani qilgandan keyin sho'rma olmasini ham samosa bo'lib o'tasiz. Ham orqasida o'zi joy qolganlik hisobini shu narsani termiz vazifasini bajarib beradi. Ko'rishingiz mumkin, ranglari o'zgarib boshqa bo'lib qolgan emas. Bu shop qora, shunday har xil rangda bo'ladi. Joyingiz. Ba'zi ustaxonada ko'rsatganlarimizdan boshqachasi. Bu boshqacha varianti o'zi. Bunday variantlari ham bor. Xalosalar bundan ham chiqarib beraveramiz. Aytganimdek, gasalar xudo xolasa chiroyli qilib, ko'ngildan deb chiqarib beramiz. Bunga suv sepsam bemalol ketaveradi. Bemalol. Agar lal qilsangiz, mana shunday bo'ladi. Rengi вообще asaladi ekan buni. Ava. Bemalol yuvib olib ishlataverasiz. Laklansa bu rengi do'ygan bo'ladi ekan. Ava. Laklansa o'zi. Rengi boshqacha chiqadi ekan. Ava. Atxozlarni bunday listlardan o'ralib ketadi. Bellarni ham shunday listlar qo'yiladi. Ustuna bu ko'ringizdek so'qligini, so'qlari bunday chiroyli bo'lib chiqadi xudo xolasa. Ustini agar laqlab qo'ysalar, endi kimanichik agar laqlab qo'yaman desa, bunday laqlamay qo'ymasalar, obishna holatida ham chiroyli bo'lib turadi. Agar yo'q, men laqlab chiqaraman desalar, laq uradigan bo'lsalar, shunday bo'lib, xudo xolasa ranglari do'ynik turadi. Chiroyli bo'lib. Bu variantning kvadrati necha so'mdan? 80 ming so'm. 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. 80 ming so'mdan narxi общий 55 kvadrat. 55 kvadrat yere urg'anlar chiroyli meni ko'rib tursalar. Bu laqlansa berib ochadi ekanda, svet yaldiradi ekan. Ha. Pes so'qullarini o'zidan. Faqat sizlar tayyor mahsulotni berasizlar, ustalar o'zlari kelishib ishlayveradilar. Ustalar o'zlari kelishib ishlayveradi. Masalan, bir narsani qistirgandan keyin eng aslo mutlu narsalari baribir fasadda rang bersangiz ham, travertin qilsangiz ham baribir vaqt travertin suv o'rtasida tushib qoladi. Keyin masalan rang ham o'zgarib qoladi aga. Ila bu nastiyash narsa xudo xolasa buni qilgandan keyin suvga aytganimdek 10-15 yil qo'lni urmaydilar. Asosiysi shuning uchun bizlarni Xorazm klimatini bilasiz, yozdim issiq bo'ladi. Qish ham sovuq bo'ladi. Masalan, shunday narsalari o'tiblarning orqasini qilaman desalar ham agar ko'p narsalardan o'tiladi. Afzalliklari ko'p bu narsani baribir. Yani uzoqdan ko'rinishini bir ko'rsatib beramiz. Общий 55 kvadrat yerda paltarashka variant ekan bu aytilishi. Shunday yan tarafga yaqin borsangiz basiklarini ham ko'rib olishingiz mumkin. Yaldirab turadi xudo xolasa. Bu endi ikkinchi obyektimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu ham Hankada, Hankani yeri bir. Hanka Pobeda. Hanka Pobeda'damiz. Bir endi karvich stil, yani videoda ko'rsatganlarimiz ustaxonada. Arkası bunday fonli, üstü karvich stilda. Shunday variantda qilib berilgan. Keyin bu lak urilgan bunun ustuna. Buna lak urilgan. Yan boshdan qarasangizlar ham o'sha yaldirab chiroyli bo'lib turadi. Lak urilganda. Bemalol yuvib sirib olaveradilar. Bemalol. Qo'rqmang, voy bo'lsa boshqasi bolalar to'p debsan sinib qoladi, u narsa emas. Makkamnikidan gap bo'lishi mumkin emas. Necha yil bo'ldi bunga? Bu narsa 1 yil bo'ldi bunga. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yilki holati. 1 yil holati. O'zgarmaydi baqa. Shu chiqqan vaqtda ichish bo'lsa, shunday bo'lib turaveradi.
Mesela bir dana sınsa iş öğrende. Mesela balla top tepseden kattırak tepiyor, bir okula urup sınsa, şunu özüne istimal kılsa boladı. Şart emesem yerini açış. Ha, şunu özünü toparıp alıp durup, Özünü alıp, başqatdan giyis başqatdan koyuyor. seperse boladı. Zor ekan da. Ya sokullarına kulaqlagandan keyin şimdi çıray boyup duruq xudo xolasa. Yaldıraq. Sokullardan başqacha chiqadi ekan. Ava. Dosh. Haqiqiy dosh effektini berar ekanda. Ava. Laqlansa. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa, joyingizga bosasiz. Shu Ya. bir marta qilasiz, yetdi xudo xolasa, 10-15 yil qo'lingizni urmaysiz. Buni shunda bu variantni kvadratcha so'mdan edi? 80. 80 ming 80 so'mdan. so'm. Sokuli 70. 70 ming so'mdan sokuli. Xudo xolasa kelsalar, gelishtirib, bu aytilgan bahodan ham qaytib, xudo xolasa qilib beramiz. Bu yerda faqat mahsulot tayyorlanadi. Misol uchun kelasizlar, ustaxonaga ko'rasizlar, o'zlaringiz qaysi variant sizlarga yoqadigan bo'lsa, shuni zakazini berasizlar. Buradan faqat mahsulotni yetkazib berish Ha. shu pulning ichida. Ustanovkasi oddiy bo'ladi. Oddiy bo'ladi. Buni o'zlaringiz Ustalarni yarashasiz. agar yo'q, men usta desa, usta topib beramiz. Ular muammo yo'q. Agar yo'q, o'zimni ustadan ishlarim bor desalar, olib kelsin, o'rgatib beramiz. Muammo narsa emas, xudo xolasa, chiroyli bo'lib chiqadi. Endi baribir ustani o'zlari topib kelsa, qulaylik taraf masalan, ko'ngilsizdan aytadi, jo'ra deydi. O'zi ba'zi qimmatroq qilib turib, arzonroq qilib bir reyka ular ekan o'ynadi deb masalan, o'zlari kelishib, arzon bahoda endi baribir klientni kissasini yordam bo'ladi-da. Donish pul beraversa arzonroq. Arzonroq ishlaydi, ava. Aynan chetlari shu tunikada ishlanadi. Tunikada ishlanadi, как положенный. Tunika fonda ishlanadi. Ko'rganlar rezina. Xudo xolasa, chiroyli bo'lib turadi. Xullas. Buni shunday narsa meni hurmatli Iloji boricha ulangandan ochiladi. iloji boricha erimmin o'zlari kelib ko'rsin boshdan mahsulotni. Kelib ko'ringlar. Ko'zlar bilan ko'rgani boshqacha bo'ladi baribir. Shunda masalan, mana joyim palandi, palon yerda nechasam bo'ladi. O'zimiz maslahatlarimizni beramiz. No. Ko'zlar bilan ko'rsalar, baribir nav olayotganlarni bilsalar, bir narsa nav uchun kerakligini o'zlarini adden yana tushuntiramiz deganlardan keyin xudo xolasa. Siz shuni bilan videoni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.